Bugungi ob-havomizda kun yo'q. Ya'ni oqshomga qadar hech kun bo'lmadi. Ob-havo salqin. Salqin deganim issiq, faqatgina kun yo'q. Hamma dengizda, dengiz suvi ham issiq. Dengizni qarshi tarafini kashf etgan edik. Endi ikkinchi tarafini kashf etmoqchiman. Ikkinchi tarafi Qizilqum ekan. Yuqoriga to'g'ri chiqamiz. Bu yerlar qumli yer bo'lgani uchun daraxtlarning ildizi chiqib qolibdi. Bular hammasi zaytun daraxti. Mashalloh, subhanalloh, buni ham faqatgina ildizi bilan turibdigan zaytun daraxtlari. Tepalik qism toshli yer ekan. Bu yerdagi hamma daraxtlarni ildizi chiqib qolibdi. Tabiiyki, qumli yer bo'lgani uchun shamollar bilan qum ochib qo'yibdi. Bu yerdagi hammasi zaytun daraxti, zaytun bog'i. Mana bu jo'jak biz kelganimizdan beri biz bilan birgalikda plyajda yuribdi.